Oybek avtodan sizlarga Nexia 3 mexanikani arzon narxda olib kelib qo'ydim. Obzorni ham uyga kelib qo'yaman. Narxini ham egasi bilan gaplashib sindirib qo'yaman. 6,5 mingga 2019-yil top-toza mashina holati tunu, faralari ham yonib turibdi. 4 ta balonlari ham bor. 4 ta yangi balon. Qalpaklarni ham taqib qo'yishibdi, baraka topsin. Konditsionerlari ham ishlab turibdi. Chexol o'zidan yaxshi chexolda taqilgan. Hop, probegi 162 ming yurgan. Rostakasimiga 62 ming yurgan mashinaga o'xshab turibdi. Chunki yaxshi haydalgan mashinalarni probegi ko'p bo'lsa ham avaylab haydalgandan keyin holati zo'r bo'ladi, tunu bo'ladi. Hop, endi bagajga o'tamiz. Oynalarda hech qanaqa singan joylarini ko'rmadim. Toza stikerlari ham bor. O'zi ham toza ekan. Mana shu metinasini ko'rib qoldim. Arzimagan narsa 100 mingdan chiqarsa bo'ladi. Eng qizig'i shu 5 millionga yaqin mana bunaqa silindr balon qo'yilgan. Sizlar qo'yib o'tirmaysizda, tayyor ichida turibdi. Endi mana foydalanasizda, ko'p kilometr yuradi bunda. Bu qimmatroq. Baloni, gaz baloni, tayyor mashinani bunaqa 6,5 mingga topish qiyin. Foydalanib qolinglar. 2019-yil oppoqqina 6,5 minglik Nexia'ni yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying. Ko'pchilik qidirib yuradi shu mashinani. Обязательно jo'natib qo'ying. Erinmang. Oybek avtodan uzalashmaylar.